Aka bu yerda qanchadan beri yashayapsiz? 20 yil oshib ketdi. Mana shu Surxondaryoni farzandlari harakat qilib, qo'lidan kelgancha o'zlari ham ishlab birgalikda chiroyli bir komplet uy qilib beribdilar. Yana kamko'zlari bor. Biz ham sababchi bilaylik ana shu akamizni bir uylik bo'lishlariga qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda biz har kim o'zidan kelib chiqib 1000 so'mmi, 10 ming so'mmi boricha tashlab bersalaringiz xursand bo'lamiz. 2 kundan keyin Xudo xohlasa kalitni bu sizga topshiramiz, Xudo xohlasa. Ukam bilan birgalikda. Shu uchun keldik-ku Buxorodagi joydan. Kattakon rahmat hammalaringizga. Mana shu 2 kun davomida ancha ishlarimiz bo'lib qoldi akalar. 2-3 marta ehson video qildik. Alloh bilib turibdi, 1 million so'm pul yig'olmadik. Bugun sal qattiqroq gapirmoqchiman. Nimaga? Ozroq qarz olib qoldik. Mayli, u inson meni bilar, u pul meni bo'ynimda qolar, lekin men hech qachon afslamayman. Avvalo mana shu inson mendan rozi bo'lsa bo'ldi. Qilgan mehnatimga, xizmatimga men roziman. 3-4 million so'mgina qarzimiz bor. Ketadigan bo'lsa yana 2-3 millionlik bu yoqda ishlarimiz qoldi, ustoz. Xudo xohlasa, mart insondan so'rayman, 100 so'm bo'lar, 1000 so'm bo'lar, qo'ldan kelsa yordam bersa inshaalloh 2 kunda Muhammad Ali bobomga topshiramiz. Xudo xohlasa. Inshaalloh mana shu videoni ko'rgan har bitta inson shu kungacha meni kuzatdi, ko'rdi. Alloh guvohki, inshaalloh shu bir yaxshi niyatda boshladik. Xudo xolasa bundan keyin loyihalardan to'xtamaymiz. Nasib. Davom ettiramiz inshaalloh. Xalqimizni podдержкасiga qo'llashiga bog'liq.